Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsligimiz ishontirib aytamanki sizda juda ham ko'plab o'zgarishlar bo'lishiga va yangi bilimlar olishingizga va o'zingizdagi qaysidir kamchiliklaringizni to'laqonli to'g'rilay olasiz degan umiddaman. Va bugun siz bilan xarakter haqida suhbatlashamiz. Ya'ni siz eshitasizki, inson xarakteri o'zgarmaydi, sani bo'lishing shu, sanda hech narsa o'zgarmaydi, hech narsani o'zgartira olmaysan, inson xarakteri o'zgarmaydi degan ko'plab qarashlar bor. Ishontirib aytamanki, bu qarashlar xato. Ya'ni insonni bugun siz bilan o'rganayotgan narsamiz xarakter nima? Xarakterni o'zgartirish uchun nimalar qilishimiz kerak? Xarakter qanday o'zgartiriladi? Xarakter o'zgarmayotgan bo'lsa, inson hayoti qay darajada bo'ladi? Va aynan shu masalalarni ko'rib chiqamiz. Keling, sizga bir holatni tanishtiraman. Ba'zida siz ko'rasiz, 50 yoshdagi insonlar 18 yoshdagi boladek xarakterni ko'rsatishadi. Ba'zida 40 yoshli erkak hatto 7 yoshli boladek xafa bo'ladi. Ba'zida 30 yoshdagi ayol xuddiki 5 yoshli boladek tez xafa bo'lib qolishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bular barchasi xarakter. Ya'ni insonni xarakteri yoshi o'tgani bilan uni xarakteri o'smayotgan bo'lsa, xarakteri o'zgarmayotgan bo'lsa, ya'ni o'sha bosqichda qolib ketadi. Ko'z oldingizga 7 yoshli bolani keltiring. 7 yoshli bolalarda qanaqangi xarakter xususiyatlari bor? Uni ko'z oldingizga keltiring. Yoki bo'lmasa 18 yoshdagi o'smirni ko'z oldingizga keltiring va uni hayotidagi, uni faoliyatida eng asosiy yetakchi omil nima bo'ladi? Sevgi, muhabbat, o'yin qaroqlik bo'ladi. 40 yoshlik ayol yoki erkakda ham sevgi, muhabbatlik yoki bo'lmasa o'sha o'yin qaroqlik holatlari bo'layotgan bo'lsa, demak bu aynan shu bosqichda qolib ketgan. Bu yerda bir savol tug'iladi. Xo'p, sen bu bilan nima demoqchisan? Ya'ni men aytmoqchimanki, inson hayotida eng muhim hayotida jabhalardan biri bu sevgi muhabbatga qaratilgan bo'lsa, masalan shu 40 yoshli erkakning hayoti, butun hayoti o'sha narsaga qaratilgan bo'lsa, masalan maishatga qaratilgan bo'lsa, o'sha sevgi muhabbatga qaratilgan bo'lsa yoki kelajak haqida o'ylamasa, kelajak haqida o'ylashni bilmasa, demak bu erkak shu bolalikda qolib ketgan. Ko'ryapsizmi? Ya'ni katta yoshli inson deganda ko'z oldimizga kimni keltirasiz va shu xarakterli inson qanaqa bo'ladi? Kelajak haqida o'ylaydigan, har bir qiladigan ishlarni oxirini ko'ra oladigan, har bir qiladigan ishlarni, harakatlarni qayerga olib borishini his qila oladigan odam bo'ladi. Demak, bugun aynan shu xarakterlarni siz ko'rishni boshlaysiz, shu xarakterlarni o'zgartirasiz. Shu yerda bir savol tug'iladi. Siz nima uchun bu darsni ko'rishingiz kerak bo'ladi? Agar sizda xarakteringiz o'zgarayotgan bo'lsa, farzand tarbiyasidagi muammolaringizga yechim topasiz. Ishingizdagi o'zgarishlar bo'ladi, shaxsiy hayotingizda o'zgarishlar bo'ladi, o'zingizga bo'lgan munosabat to'laqonli o'sadi, o'zgaradi va shu bilan siz yangi hayotingizni yangi bosqichga o'ta olasiz. Qila olmayman, qo'limdan kelmaydi degan so'zlarni siz butunlay boshqa holatga o'zgartirasiz. Sodda qilib aytganda, xarakter bu sizni o'zingizga va atrofga bo'lgan munosabatingiz. Ko'rdingizmi? Ya'ni buni ichiga nimalar kiradi? Ya'ni xarakter bu insonning qanday fikrlashi. Fikrlashga biz misol keltirishimiz mumkin. Shunaqa odamlar bor, ya'ni ular optimist fikrlaydi. Optimist fikrlovchi insonlar faqat hamma joyda yaxshi tomonni ko'radi. Pessimist fikrlovchi insonlar esa hamma joyda yomon tomonni ko'radi. Ya'ni optimist fikrlovchi insonlar men qila olaman, meni qo'limdan keladi, bu qilgan harakatim tagida nimadir yotibdi deb aytayotgan bo'lsa, pessimist fikrlovchi insonlar faqatgina har bir holatdan, vaziyatdan yomon tomonlarini ko'radi. Mana oddiy misol. Ikkinchisi, qaror qabul qilishda inson xarakteri ko'rinadi. Shunaqa insonlar bor hayotingizda, ular qaror qabul qilishga qo'rqishadi. Hatto sizda o'zingiz ham qarorlar qabul qilishga qo'rqasiz. Zo'r tikuvchi bo'lishingiz mumkin, misol uchun. Lekin o'zingizda tikuvchilik faoliyatingizni olib borishda qo'rqasiz. Demak, bu sizning xarakteringiz. Lekin sizdan keyin faoliyatini boshlagan insonlar borki, ular o'zlarini shu tikuvchilik texlarini kattalashtirib, kengaytirib, qo'l ostiga 5 ta, 10 ta, 20 ta odam olib o'sha kengayishdi. Demak, bu yerda qaror qabul qila olmasligingizni oqibatini ko'rishingiz mumkin. Hatto inson qarorlari, tajribalar va bilimlar ustida quriladigan bo'lsa, hatto qaror qabul qilayotgan vaqtda o'sha insonda tanqidiy fikrlash ko'nikmasi bo'layotgan bo'lsa, demak biz bu insonni katta inson, yetuk inson deb ayta olamiz. Hatto bu necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun e'tibor bering, ko'pchilik ota-onalarning xatosi ham shunda bo'ladiki, farzand tarbiya qilayotgan vaqtda ular nima qilishadi? Bolaga juda ko'plab cheklovlar berishadi. Sen qila olmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi, sen epla olmaysan. Bu juda ham qiyin degan ishonchsizlikni bildiradi. Bitta narsani biling, farzandingizga qanchalik ko'p ishonchsizlik bildiryapsizmi, u sizning qarorlaringizga, fikrlaringizga qanchalik ko'p bog'lanib qolayotgan bo'lsa, siz bo'lmaganingizdan keyin uni hayoti qanaqa bo'ladi? Bitta tasavvur qilib ko'ring. Qanaqa mustaqil bo'la oladimi? Mustaqil qaror qabul qila olmaydi. O'ziga bo'lgan ishonchi past bo'ladi. Demak, bu xarakter. Hozir men sizga faqatgina xarakterni shakllantiryapman. Xarakterni tushuntiryapman. Demak, xarakter nima orqali shakllanadi? U nima? Demak, inson xarakteri deganda
ko'z oldingizga nimalar keladi, shuni ko'rsatishni, ko'rishingiz uchun tushuntirishga harakat qilyapman. Unutmang, hatto qaror qabul qilishingiz ham bu xarakteringizga bog'liq. Demak, xarakterda ichkarida ishonch bo'ladigan bo'lsa, siz ishonchli qaror qabul qilasiz. Agar ichkarida xarakteringizda ishonchsizlik bo'ladigan bo'lsa, qaror qabul qilishga ikkilanasiz. Mana oddiy misol. Keyingisi, qanday reaksiya berishi? Qanday reaksiya berishi nima? Hayotida muammoli vaziyatlar bo'lgan vaqtda bu taslim bo'ladi. Bu ham reaksiya. Qotib qoladi. Bu ham reaksiya. Kimdir harakatga keladi. Bu ham reaksiya. Men shunaqangi erkaklarni bilaman. Ular 40 yoshda, ular 35 yoshda, ular 50 yoshda, misol uchun hayotida qanaqadir qiyin vaziyatlar bo'lgan vaqtda ular portlab ketadi. Ya'ni stress va ustoychilik deydi. Stressga bo'lgan bardoshlik darajasi nihoyatda kuchsiz. Mana oddiy misol. Demak, bu ham javob reaksiyasi. Demak, xarakter aynan shunda ko'rinadi. Xarakterni kuchsizligini ko'rsatadi. Tasavvur qiling, hozir sizda farzandingiz bor. Oddiy misol keltiramiz. Farzandingiz bor, hayotida qanaqadir siz qattiq gapirgan vaqtingizda, baholari yaxshi bo'lmagan vaqtda, kimdir yoki urushgan vaqtda, kimdir qattiq gapirgan vaqtda u agressiyaga beriladi, jahli chiqadi, asabiylashadi. Siz buni aytasizki, bu balog'at yoshda bu o'tib ketadi deysiz. Qaysidir ota-ona aytadiki, bu hech qisi yo'q deb aytadi. Nima deb o'ylaysiz? Agar bu xarakter o'zgarmasa, nima bo'ladi? Oqibati. Tasavvur qiling, u uylangan, ayolini bitta gapiga xafa bo'lyapti, ayoli bilan yillab gaplashmayapti, oylab gaplashmayapti. Ayol bechora ham undan charchaydi. Yoki qiz farzandingiz bor, har bitta gapga xafa bo'ladigan, har bitta gapga tushkunlikka tushadigan, tez ta'sirlanadigan, ko'ngli nihoyatda nozik. Xo'p, buni oqibati nima bo'ladi? Bu insonlar hayotini kimdir bilan davom ettirishi mumkinmi? Yoki bu insonlar biror bir tashkilotda ishlay olishi mumkinmi? Mana oddiy misol. Keling, yuqorida aytganimdek, fikrlashi, pessimist fikrlayotgan odamlar, har bitta narsadan yomonlik ko'rayotgan odamlar. Ular qanaqa bo'ladi? Hattoki ko'chada qattiq shamol bo'lsa ham yoki kimdir qattiq gapirsa ham, kimdir qarasa ham shundan negativ narsa qidiradi. Mana oddiy misol. Va qaror qabul qilish haqida gaplashdik. Qaror qabul qila olmayotgan insonning oqibati qanaqa bo'ladi? Mana oddiy misol. Bular hammasi xarakter. Bular hammasi xarakter. Demak, qanday reaksiya berishi bu ham xarakter. Taslim bo'lishi mumkin dedik. Reaksiyani 3 ga bo'ldik. E'tibor bering. Taslim bo'lishi, qotib qolishi yoki kurashadi. Shunaqa insonlar bor, hayotida qancha ko'p muammo bo'lishidan qat'iy nazar u harakat qilaveradi, u kurashaveradi. Demak, bu kuchli xarakter egasi deyishimiz mumkin bo'ladi. 4-xarakterda biz nimada ko'ramiz? Odamlar bilan qanday munosabatda bo'lishda ko'rinadi. Mana oddiy misol. Ya'ni sizda odamlar bilan qilayotgan munosabatingiz samimiymi, soxtami yoki ikkiyuzlamachilikmi? Bu ham sizda xarakteringiz, ya'ni insonni ichidagi bor narsasi uni munosabatlarida ko'rinadi. Xuddi shunday, o'sha oddiy qilib aytayotgan bo'lsak, xarakter bu insonni har doim qanday odam bo'lib qolishingdir. Tushunyapsizmi? Sizni xarakteringiz bu sizni aslingizni ko'rsatib beruvchi bitta belgi. Xarakterning 4 ta asosiy qismini sizga tushuntirib o'taman. Birinchisi, asosiy qism bu o'ziga bo'lgan munosabatda. Ya'ni inson o'zini hurmat qiladimi yoki yo'qmi? Hurmatni qayerda bilishimiz mumkin bo'ladi? Xo'p, o'zini hurmatini bilgan inson o'z chegaralarini qo'ya oladi. Kimdir uni qadrsiz qiladigan bo'lsa, o'z qadrini ilgari sura oladi. Hurmat qilinmagan, aytilmagan yoki hurmat izzati joyiga qo'yilmagan joyda u hech qachon o'zining fikrini bildirmaydi. O'sha joyga bormaslikka harakat qiladi. Bu o'zining hurmatini biladigan inson. O'zining hurmatini bilmaydigan, o'zini hurmat qilmaydigan inson qanaqa? Birinchi belgisi aytilmagan joyda gapirish, aytilmagan joyga borish, jamiyat normalariga mos kelmaydigan harakatlar, xatti-harakatlar qilish. Bu o'zini hurmatini bilmaydigan inson. O'zini hurmatini biladigan inson har doim oqibatlarni o'ylaydi. O'zini hurmatini bilmaydigan inson har doim bugungi kunni o'ylaydi. Bugunim yaxshi bo'lsa bo'ldi. Bugunim zo'r bo'lsa bo'ldi dedi. Mana oddiy misol. Keyingisi esa ishonchi bormi yoki pastmi? Ya'ni ishonch kimga? Atrofga nisbatan ishonch. Kimgadir ishonishi yoki bo'lmasa o'ziga ishonishi. Aslida psixologiyada shunaqa qarash bor. Inson o'ziga ishonmasa, u hech kimga ishonmaydi. O'ziga ishonmagan inson hech qachon hech kimga ishonmaydi. Masalan, men qila olaman. Bu kuchli xarakter. Men eplay olmayman. Eplay olmasamchi? Bu zaif xarakter, kuchsiz xarakter deyiladi. Shuning uchun sizning lug'atingizda men qila olmasam, o'xshamasachi, qo'limdan kelmasachi degan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, bilingki, sizning xarakteringiz kuchsiz. Agar meni albatta qo'limdan keladi, men harakat qilaman, har qanday muvaffaqiyatsizlik bo'lsa ham, men uni boshdan boshlayman dedi. Va bu kuchli xarakter. Shu yerda yana bitta narsa yodimga tushdi. Keling, ko'z oldingizga ikkita ustani keltiring. Santexnik deylik, mayli, misol uchun. Yoki sartarosh deb ko'z oldingizga keltiring. Buni ahamiyati yo'q. Yoki trener bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Kuchli xarakterli trener doimiy ravishda o'z ustida ishlaydi. Doimiy ravishda yangiliklarga
harakat qiladi va doimiy ravishda zamonga moslashadi. Doimiy ravishda yangilikka intiladi deganim yangi bilimlar oladi. Zamonga moslashadi deganim zamonaviy o'sha bilimlarni o'zlashtiradi. Uchinchisi esa zamonga moslashishga yana bitta misol o'zini ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsata oladi. Bu kuchli xarakter va ularda taslim bo'lish degan narsa yo'q. Kuchli xarakterli sartaroshni ko'z oldingizga keltiring. U ham xuddi shunaqa zamonaviy bilimlarni oladi, o'z ustida ishlaydi va o'zini xizmatini kimgadir sota oladi. Sota olishdan qo'rqmaydi. Ya'ni kompleks yo'q unda. Kompleks bu nima degani? Uyalish, tortinish, qo'rqish, hayajonlanish. Xuddi shu narsalar bular komplekslar deyiladi. Demak, ikkinchisi, boshqalarga munosabatda xarakter ko'rinadi. Mehribon yoki qo'pol bo'ladi. Tushundingizmi? Bu insonni xarakteriga misol bo'ladi. Ya'ni shunaqa insonlar bor, uyga mehmon kelsa, agar mehmonni yaxshi ko'radi, mehmondorchiligi juda ham zo'r kutib oladi. Ikkinchisi esa mehmon kelgan vaqtda u o'zini qo'polligini ko'rsatadi. Misol uchun qo'polligini yuz mimikalari orqali ko'rsatadi. Odamlarni suymasligini ko'rsatadi. O'sha mehmonga yetarlicha e'tibor bermaganligida ko'rsatish mumkin bo'ladi. Va bu sizni ijtimoiy hayotingizdagi xarakteringizni belgilaydi. Ko'rdingizmi? Demak, bizni insonlarga bo'lgan munosabatimiz bu bizni ijtimoiy xarakterimizni belgilaydi. Xuddi shunaqa tasavvur qiling, sizni farzandingiz bo'ladigan bo'lsa, farzandingiz qo'pol, demak bu qo'pollik qachongacha davom etadi yoki farzandingiz munosabatga kirisha olmaydi. Bu qachongacha davom etadi. Bitta narsani bilish kerakki, aynan shu bolalar mavzusiga men juda jiddiy qarayman. Bolaligidan boshlab o'zida kuchli sifatlari bo'lmasiga u kelajakda o'z o'rni topishda qiynaladi. Ko'pchilik shu o'rni aytib o'tishim kerakki, ko'pchilik ota-onalarning xatosi ham shunda bo'ladiki, bolaning xarakteri shakllanishiga umuman e'tibor bermaydi. Qimmatbaho kiyimlar, qimmat telefonlar, qimmatbaho narsalar tug'ilgan kunlardan uzoq bo'ling. Farzandingizga qimmatli bilimlarni bering. Buni yana bir misol keltiraman. Men bitta oilani bilaman, sharoiti juda ham og'ir va keladida biror bir farzandini kursga qo'yayotgan bo'lsa, sharoiti og'irligini vaj qiladi. Sharoiti og'irligini aytadi. Va rahmingiz keladida, siz unga yordam qilib qanaqadir yordam berish yo'llarini ko'rasiz. Tug'ilgan kun qilayotgan vaqtda esa 7 mahallasini chaqiradida ziyofat beradi. To'y qilish kerak bo'layotgan bo'lsa, hech qaysi boydan kam bo'lmaydi. Bu yerda nima turibdi? Xarakterda qashshoqlik bor. Qashshoqlik nima degani? Ya'ni qashshoq inson, ichidan qashshoq bo'lgan inson har doim atrofdagilarga o'zini isbotlashga harakat qiladi. Buni sizdan chiqarmang. O'zini isbotlashga harakat qilishi nima? Sharoiti og'ir bo'lsa ham, yuqorida aytganimdek, zo'r tug'ilgan kun qilishi mumkin, zo'r kiyinishi mumkin, zo'r ziyofatlar qilishi mumkin, zo'r to'y qilishi mumkin. Mana oddiy misol. Sharoiti og'ir bo'lsa ham va bu qashshoq xarakter deyiladi. Demak, ishga va hayotga munosabatda ko'rinadi. Bu uchinchisi. Ishga va hayotga munosabatda. Ya'ni insonlar bor mas'uliyatli, insonlar bor dangasa. Mas'uliyat mavzusiga qaraymiz va men bu mavzuga to'g'risi juda jiddiy qarayman. Bitta oilada erkak bo'layotgan bo'lsa, erkakning oiladagi mas'uliyati qanaqa? Mas'uliyatlarni belgilashdan oldin biz uni rollarini belgilaymiz. Rollar qanaqa? Agar uni ota-onasi tirik bo'lsa, u farzandlik rolida, ko'rdingizmi? Agar uni singlisi bo'lsa, u aka rolida. Agarda uni opasi bo'lsa, u uka rolida. Agar akasi bo'lsa ham uka rolida, ukasi bo'lsa ham aka rolida bo'ladi. Turmush o'rtog'i bormi? U turmush o'rtog'i rolida. Farzandlari bo'lsa, u ota rolida bo'ladi. Birinchi rollarni aniqlab olamiz. Endi bu yerda zo'r er bo'lishi mumkin. Zo'r er, lekin xudo urgan farzand bo'ladi. Ko'rasizmi? Xudo urgan farzand degani ota-onaga e'tibor bermaydi, ota-ona bilan yillar davomida gaplashmaydi, ota-onasidan umuman uzoqda. Ota-ona va farzand o'rtasida baryer bor. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkinki, ota-onani farzandi ota-onani oldidagi farzandlik mas'uliyatini bajarmayapti. Oddiy misol. Eng qizig'i nimada? U odam bilan gaplashgan vaqtingizda u aytadiki, ota-onamni o'zida aybda dedi. Shunaqa bir maqol bor edi, ota-onang jinni bo'lsa uni boylab boq. Mana shunaqa so'z, farzandlarning vazifasi shu. Buni ikki quloqingiz bilan eshitib olganingiz yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni biz mas'uliyat haqida gaplashyapmiz. Mas'uliyatdan oldin rollarni ko'rib chiqdik. Mana siz rollaringiz va mas'uliyatingiz bor. Xuddi shunaqa oilada kelin bor, u zo'r kelin, ammo u zo'r umr yo'ldosh bo'lmasligi mumkin. Ko'rdingizmi? Endi bu yerda savol tug'iladi. Xo'p, Firdavs, hamma rollarda ham zo'r bo'lib, hamma mas'uliyatni bajarish uchun nima qilish kerak? Formula. Birinchi o'rinda siz bilim olishingiz kerak bo'ladi. Bilim olmadingizmi, hayotingiz o'zgarmaydi. Olgan bilimlaringiz hayotingizda qo'lladingizmi, sizda hayotingizda juda ham ko'plab o'zgarishlar bo'ladi. Ishingizda bo'ladi, ota-ona munosabatida bo'ladi, farzandlar bilan munosabatda bo'ladi, er-xotin munosabatlarida bo'ladi. Mana oddiy muhim qoidalardan bittasi. Demak, xuddi shunaqa bizdagi mas'uliyat zo'r farzand bo'lishi mumkin,
zo'r ota bo'lmasligi mumkin. Men ko'pchilik o'sha erkaklarda men uchratgan holatimni aytib o'taman. Ular zo'r do'st bo'ladi. Dahshat do'stlikda zo'ri bo'lishi mumkin. Ammo erlik mas'uliyatiga kelgan vaqtda, o'sha ota-onalik, ota-onasining oldida farzandlik mas'uliyatiga kelgan vaqtda ular o'z mas'uliyatlarini bajarmaydi. O'z rollarini o'ynamaydi. Nima uchun men rol so'zini aytyapman? Psixologiyada shu rollar degan narsa bor. Tasavvur qiling, hayotingiz juda katta bir sahna. Siz sahnada shu rolni o'ynay olasiz. Sizga tomoshabinlar qarsak chaladi. Ular qarsak chalishi uchun siz nima qilishingiz kerak? Rollarni zo'r o'ynashingiz kerak. Rollarda zo'r o'ynay oldingizmi, sizda natija bo'ladi. Men bu gaplarni nima uchun aytyapman? O'zingizga savol bering. Siz qaysi rollaringizda zo'r bajaryapsizda, qaysi rollaringizda oqsoqlik bor? Shuni aniqlab oling. Qanaqa farzandsiz, qanaqa turmush o'rtoqsiz, qanaqa onasiz, qanaqa otasiz, qanaqa singilsiz, qanaqa akasiz, qanaqa ukasiz, qanaqa qo'shnisiz, oddiy misol. Va shu savolni berish kerak bo'ladi. Agar siz rollaringiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, har bitta ishingizda mas'uliyat bo'ladigan bo'lsa, men sizga ishontirib aytaman, siz kuchli xarakter egasisiz. Xuddi shunaqa ishga bordi inson, ishga borganda uni rollari bor. Ofitsiant bo'lishi mumkin, farrosh bo'lishi mumkin, qorovul bo'lishi mumkin, ish boshqaruvchi bo'lishi mumkin, oshpaz bo'lishi mumkin, salatchi bo'lishi mumkin, yana ketdi, rahbar bo'lishi mumkin. Shu rol sizga berildi. Rol olish qiyin emas, rol olish juda ham oson. Ammo o'sha rollardan mas'uliyatni ushlab qolish bu juda qiyin. Mas'uliyatni ushlab qolish juda ham qiyin. Mas'uliyatni ushlab qoldingizmi, natija sizda bo'ladi. Dangasalik va mas'uliyatni biz ko'rib chiqdik. Keyingisi esa, ya'ni ish va hayotga munosabatda ichida ikkinchisi, boshlagan ishni oxiriga yetkazadimi? Siz o'zingizga savol bering, boshlagan ishingizni siz oxiriga yetkazasizmi? Javobingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, bitta savol beraman. Sizda bu holat qancha vaqtdan buyon bor? Ko'rdingizmi? Ikkinchi savolim bor. Aynan shu boshlagan ishingizni oxiriga yetkazmasligingiz sizda yana qancha vaqt davom etadi? Bu ikkinchi savolim. Mana oddiy misol. Demak, bu nimani belgilaydi? Bu sizda muvaffaqiyatingizni belgilaydi. Hozir men bu yerda kimdir o'tirib, yuqorida aytganimdek pessimist odam aytadi-da, o'tirib gapirish osonda, qanaqa qilib harakat qilish mumkin? Men yillar davomida harakat qilyapman, natija bo'lmayapti-ki. Men shunaqa insonlarni bilaman. Muvaffaqiyatga 1% gina qolgan vaqtda taslim bo'lishadi. Sohalarni butunlay o'zgartirishadi. Men shunaqa insonlarni bilaman, boshlagan ishini oxiriga yetkazib, mas'uliyatni olib, ular muvaffaqiyatga erishgan. Oddiy ustachilikdan katta kompaniyalar ochgan. Mana oddiy misol. Demak, xarakterda 4-inchisi biz ko'rayotgan narsa qiyinchilikka munosabatingizda ko'rinadi. Bu 4-inchisi. Ya'ni sizda hayotingizda bo'lgan qiyinchiliklarda siz tez sinasizmi yoki siz shu qiyinchiliklarda o'sasizmi? Agar tez sinadigan bo'lsangiz, kelajagingizda tasavvur qiling. Ishontirib aytaman sizga, hatto kelajak tasavvur degan narsa ham yo'qdi. Mana oddiy misol. Umuman hozirgi ishlayotgan holatingizda kelajagingizni tasavvur qilib ko'ring. Siz oddiy ustasiz. Kelajagingizni tasavvur qiling. Ko'ra olmaysiz, ishontirib aytaman sizga. Yoki ikkinchi holat bo'lishi mumkin. Nereal narsalarni orzu qilib tashlaydi. Muammo nimada? Bilim olish kerak. Bilim olib, qarashlaringizni o'zgartirishingiz shart. Dunyo qarashingiz, xarakteringiz o'zgardimi, hamma narsa o'zgaradi. Xarakter to'laqonli o'zgaradi. Xarakter 100% o'zgaradi. Men sizga ishontirib aytaman. Xarakter o'zgarmayotganlar kesin, men bu yerga isbotlab beraman. Xarakter o'zgarmayotganlarga bitta savol bering. Xarakter o'zgarmayotganlarga bitta savol bering. 7 yoshda seni xaraktering qanaqa edi? 10 yoshda seni xaraktering qanaqa edi? 15 yoshda xaraktering qanaqa edi? Hozir qanaqa deb savol bering. Ko'rasizmi? Xarakter o'zgarishining isboti shu. Mana oddiy misol. Demak, xarakter o'zgaradi, to'laqonli o'zgaradi. Faqatgina insonni o'zida xohish bor. Men bitta narsadan jahlim chiqadi. Ko'pchilik ota-onalar aytadiki, "Seni bo'lishing shu, sen kim ham bo'larding? Sen bir eshaksan, sen bitta zooparkda birorta hayvon qolmaydi." Hammasini gapirib chiqadi. Eshaksan deydi, hayvonsan, san deydi, molsan san deydi, hammasini aytib chiqadi. Lekin bilmaydiki, o'sha xarakterda, farzandda shakllanishga o'zi sababchi bo'ladi ota-ona. Mana oddiy misol. Demak, biz 4-inchisini ko'rib chiqdik. Qiyinchiliklarda xarakteringiz ko'rinadi. Agar siz qiyinchiliklarga bardoshsiz bo'ladigan bo'lsangiz, bardoshsiz nima? Tez asabiylashasiz, tez jahlingiz chiqadi, tez tushkunlikka tushib qolasiz. Xarakteringiz kuchsiz. Qiyinchiliklarga oddiy qarayotgan bo'lsangiz, bo'lishi kerak ekan, bo'ldi. Bu taqdirdan yaratgan menga shu imkoniyatni, shu narsani berdimi deb qaraydigan bo'lsangiz, sizda xarakteringiz kuchayadi va kuchli xarakter belgisi ham shunda. Demak, eng muhimi shu. Qiyinchilikda asl xarakter chiqadi. Qiyinchilikda asl xarakter chiqadi. Xarakter qayerdan paydo bo'ladi? Endi bunga kelamiz. Demak, xarakter haqida tanishib oldingiz, nimaligini siz bildingiz, ha? Qisqa qilib aytamiz. Xarakter bu bizni atrofga bo'lgan munosabatimiz. Oddiy va o'zimizga bo'lgan munosabatimiz. Bu video darslikda yana bir marta ko'rib chiqing. 2 marta ko'rib konspekt qilib oling kamida. Demak, xarakter qayerdan paydo bo'ladi? Birinchisi bolalik. Insonni 80% xarakteri aynan shu bolalikda shakllanadi. 80% xarakteri.
ota-onaning gaplari, tarbiyasi va travmalari orqali bo'ladi. Ota-onaning gaplari, sani bo'lishing shu, bu bo'lmaydi, bu sho'x bu qo'pol bu desangiz, borada demak, ha, men qo'pol ekanman, ha, men sho'x ekanman, ha, men tormoz ekanman, ha, men to'poy ekanman, men ikkichi ekanman, men noshud ekanman degan xarakter shakllanadi. Shuning uchun gaplaringizga ehtiyot bo'ling. Sizda aynan shu gaplaringiz sababli bolada ma'lum bir xarakter shakllanishiga sababchi bo'lasiz. Keyingisi tarbiya uslubingiz. Tarbiya uslubi nima? Mana uni bajar emas, birgalikda bajaring. Mana buni qil emas, birgalikda qilish kerak. Tarbiya uslubida ko'pchilik odamlar shunchaki gapirayotgan bo'lsa, yana qaysidir ota-onalar tushuntirishga harakat qiladi. Ma'lumot berishga harakat qiladi. Bolani anglashi uchun qo'shimcha ma'lumotlarni, qo'shimcha bazalarni berishga harakat qiladi. Masalan, sendan odam chiqmaydi va bu o'ziga ishonchsizlikka olib keladi. Ikkinchisi muhit. Demak, biz birinchisini aytdik, bolalikda shakllanadi deb aytdik, ikkinchisi muhit. Farzandingizni xarakteri shakllanishda uni do'stlari kimligini bilishingiz bu shart. Agar uni do'stlari orasida og'zi shaloq ikkita do'sti bo'lsa, uchinchisi siz farzandingiz bo'ladi. Mana oddiy misol. Ikkita tarbiyasiz bola bo'lsa, uchinchi tarbiyasizda bolangiz bo'ladi. Do'stlar bu muhim. Va atrofdagi odamlar, o'sha o'qituvchilari, dars beruvchilari, boshqa faktorlari bor. Sen kimlar bilan yursang, shunga o'xshaysan. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak. Uchinchisi tajriba. Ya'ni bolangizda muvaffaqiyatlari yoki jarohatlari orqali unda xarakter shakllanadi. Agar bola hayoti davomida ko'plab muvaffaqiyatlarga erishsa, o'qishda, sportda, oilada ota-ona maqtayotgan bo'lsa, ishonch berayotgan bo'lsa, bu muvaffaqiyat pozitsiyasiga o'tadi bola. Agarda bola san qila olmaysan, muvaffaqiyatsizlik tajribasi, muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, travmalari bo'lsa, jarohatlari bo'lsa, bu bolani o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lib, kelajakda qat'iyatsiz, qo'rqoq, dangasa bo'lishga sababchi bo'ladi. Hayot seni qanday bo'lishni o'rgatadi, ya'ni. Uchinchisi. To'rtinchi sabab esa ongli qaror, bu eng muhimi. Bu ko'pchilik bilmaydigan narsa. Sen xarakterni o'zgartira olasan. Bu ongli qaror. Demak, siz ongli qaror qilishingiz kerak xarakterni o'zgartirishingiz uchun. Masalan, ongli qarorga nimalar kiradi? Ha, demak, meni erim bilan munosabatim yomon. Demak, buni bugundan boshlab tuzataman. Men qo'polman. Demak, bugundan boshlab men buni tuzataman. Men erkakman, meni o'zimga bo'lgan ishonchim past. Bugundan boshlab tuzataman. Men bitta joyda 10 yildan beri ishlayapman, lekin ishimda o'zgarish yo'q. Buni bugundan boshlab o'zgartiraman. Ko'rdingizmi? Men qo'polman, bugundan boshlab men bu qo'polligimni ustida ishlayman. Hatto xarakteri o'zgarishi ongli bo'layotgan bo'lsa, natija zo'r bo'ladi. Nima uchun o'sha ishni qilayotganligingizni bilasiz. Endi o'rtoqlar, xarakter turlarini siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, kuchli xarakter. Qanaqa bo'ladi? Qaror qabul qiladi, belgisi. Mas'uliyatni oladi. Uchinchisi, o'zini boshqaradi. Ya'ni kuchli xarakter qaror qabul qilish nima degani? O'sha ishni qilish kerakligida, o'sha ishni nima uchun qilish kerakligidan u qo'rqmaydi. Mas'uliyatni oladi. Unga rahbarlik topshiriladigan bo'lsa, unga biror bir inson ishonib topshirayotgan bo'lsa, o'sha mas'uliyatni oladi. Men bitta odam bilan o'sha qabulimga bir erkak kelgan vaqtda aytgandiki, men uylanishni xohlamayman. Nima uchun xohlamaysan degan vaqtimda hatto o'zi ham bilmagandi nima uchunligini. Keyin savol javobda shu narsa aniq bo'ldiki, aslida u erkakda qo'rquvi bor ekan, mas'uliyatni olishdan. Ko'ryapsizmi? Mas'uliyat olishdan qo'rqar ekan. Ertaga oilali erkak degan mas'uliyatni, er degan mas'uliyatni, ota degan mas'uliyatni olishdan qo'rqar ekan, shuning uchun o'ylamay yurgan. Men buni o'ziga aytganimdan keyin o'zi, ha, to'g'ri aytibsiz, haqiqatan bu haqda hech o'ylab ko'rmagan ekanman dedi. Ya'ni o'ylanishga bo'lgan qo'rquv shundan bo'ladi. Ya'ni shunaqa ayollarni bilamiz, soppa-sog', ammo farzand ko'rmaydi. Sog'lom farzand ko'rmaydi. Shifokorga ham boradi, eri ham sog'lom, o'zi ham sog'lom. Men tajribamda ko'p bo'lgan bu narsa. Nima uchun? Chunki savol javob qilingan vaqtda hatto u farzand ko'rishdan ham qo'rqadi. Ko'ryapsizmi? Farzandli bo'lishdan qo'rqadi. Muammo mana bu yerda bo'lyapti, birinchi o'rinda. Demak, ikkinchisi, zaif xarakter. Boshqalarga bog'liq bo'ladi. Kimdir tez gapirsa, tez xafa bo'ladi, tez tushkunlikka tushadi. Uni sindirish oson, uni yo'q deya olmaydi, ko'ngilchan, juda mehribon bo'ladi. Ikkinchisi, tez taslim bo'ladi. Biror bir muvaffaqiyatsizlik bo'lgan vaqtda darrov taslim bo'ladi. Uchinchisi esa u bahona ko'p qiladi. Nihoyatda bahona ko'p qiladi. Va bu zaif xarakterli insonlarda kelajagini siz ko'rishingiz mumkin. Uchinchisi, toksik xarakter deyiladi. Ya'ni toksichni xarakterga ega insonlar qanaqa? Bular boshqalarni manipulyatsiya qiladi. Manipulyatsiya nima degani? Manipulyatsiya bu kimnidir ayblash, kimnidir vijdoniga ta'sir qilish, kimnidir rahmini keltirish. Bular hammasi manipulyatsiya. Yig'lash orqali manipulyatsiya qilish mumkin bo'ladi-yu. Ayol bolasini rahmini keltirish uchun ko'z yosh to'kadi. Bu manipulyatsiya deyiladi. Oddiy misol. Keyingisi, boshqalarni ayblash. Bu toksichni bo'ladi. Har doim u uchun kimdir aybdor.
Har doim hamma narsani aybdor qidiradi. Va uchinchisi energiya so'rib oladi. U odamlar bilan gaplashgan vaqtingizda sizni energiyangizni tugatib qo'yadi. Bu toksichni xarakterli odamlar, toksik xarakterli odamlar. To'rtinchisi sog'lom xarakter. Chegarasi bor, sog'lom xarakter chegarasi bor. Ya'ni o'zini chegarasini qo'ya oladi. Yo'q deyishni biladi, qayerdadir o'zini hurmatini qo'yishni biladi. Aslida buni tarbiyasizlikka yo'yadi ko'pchilik kattalar. San tarbiyasiz bo'libsan, san menga yo'q deb aytibsan, ammo meni ishim bor, ishimga borishim kerak, kechirasiz deb, san tarbiyasizsan, san unaqasan deb aytadi. Mana oddiy misol. Lekin aslida katta inson uni manipulyatsiya qilayotgan bo'ladi. Keyingisi o'zini hurmat qiladi. O'zini hurmat qiladi deganim yuqorida aytganimdek, aytilmagan joyga, fikr bildirish kerak bo'lmagan joyda fikrlarni bildirmaydi. Boshqalarga zarar bermaydi. Bu sog'lom xarakter. Faqat o'zini o'ylamaydi emas. Va bilingki, inson xarakteri xulosa qilib aytayotgan bo'lsak, to'laqonli o'zgaradi. Demak, siz bilan hozir xarakterni o'zgartirish uchun nimalar qilishimiz kerak, aynan shu haqida suhbatlashamiz. Keling, bu haqda suhbatlashishdan oldin sizga bir kurs haqida ma'lumot bermoqchiman. Agar sizda qiziqish bo'layotgan bo'lsa, shu kursda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Demak, sizga hozir tavsiya qilayotgan kursim bu shogirdlik kursi. Bir yilda bor yo'g'i bir marta qabul bo'layotgan, qiziqadigan, qaysidir ma'noda o'zini muammolariga yechim topishni xohlayotgan odamlar bo'ladi. Bu shogirdlik kursi. Shogirdlik kursi 4 oy davom etadi va bu 4 oy davomida siz har qanday inson bilan munosabatlarda, har qanday insonni muammolar bilan ishlay olishni, o'zingizni muammolaringiz bilan ishlay olishni, atrofingizdagi insonlarning muammolarini ko'ra olishni, ularni to'g'ri hal qila olishni, terapiyalar va konsultatsiyalar olib borishni, eng qizig'i, eng katta o'zgarish nimada bo'ladi? Bu sizda bo'ladi. Sizni atrofga bo'lgan qarashingiz, sizni fikrlashingiz, dunyo qarashingiz, xarakteringiz to'laqonli o'zgaradi. O'zingizga bo'lgan ishonch oshadi, maqsadlaringiz aniq bo'ladi. Siz har qanday muammolarni o'zingiz mustaqil hal qila olishni o'rganasiz. Oddiy qilib aytayotgan bo'lsam, bu etapga chiqa olasiz. Bu kurs yuqorida aytganimdek bor yo'g'i 1 yilda bir marta bo'ladi. Ishoning, agar siz 4 oy qatnashib turib, faol qatnashib turib, hech narsa o'rganmadim deyotgan bo'lsangiz, pulingiz to'laqonli qaytarib beriladi. Bor yo'g'i 13 ta ishtirokchi qabul qilinadi, offline va onlayn formatda ham bo'ladi. Kimdir uzoqda bo'lishi mumkin, chetda bo'lishi mumkin. Men o'zimni muammolarimni yechim topishni xohlayman, o'zimni o'zgartirishni xohlayman, hayotimni o'zgartirishni xohlayman. Hayotimdagi farzandim bilan bo'layotgan munosabatim, turmush o'rtog'im bilan bo'layotgan munosabatim, ishimdagi o'sha o'zgarishlarga tayyorman, shu o'zgarishlarni qilaman deydigan har qanday inson ishtirok etishi mumkin. Bu kurs psixologiyani mustaqil ravishda o'rganib turib, ham siz shu sohada ishlashingiz mumkin, hamki shu o'zingizdagi barcha muammolarga siz yechim topa olishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqa holatga kirdingiz? Qanaqangi bir energiya bilan chiqib ketyapsiz? Aytib bering. Desam ekan. Juda ko'p kutuvlar nima qiluvdim kelganimdan. Undan ziyodini oldim desam ham bo'ladi. Emotsiyaga to'ldim. Nima dedi, motivatsiya oldim. Shu soha bo'yicha ham qiziqyapman. Xudo xohlasa kurslarga o'qish niyatim bor. Demak, rejalaringiz ham yangi rejalar paydo bo'lib ketdi. Yangi maqsadlar, orzular deydi-ku. Shular paydo bo'ldi. Juda ham bugungi seminardan ko'nglingiz 100% to'ldi. Rahmat bu kishiga. Bilimlari uchun rahmat. Sog' bo'ling sizlar. Shogirdlari siz adashmasam, ko'rdik, sahnada ham chiqdingiz, o'z fikrlaringizni bildirdingiz. Menimcha, ustozni shogirddan, shogirdni ustozdan bunaqa faxrlanishi katta baxt. O'zi ozgina gapirib bering, qayerdan tanib qolgansiz ustozni, bir gapirib beringchi. Ustozni men o'zi Instagram orqali taniganman. Undan oldin ham o'zimiz juda ham nima bo'lganmiz, ya'ni bizlarni tumanimizda, ya'ni shahrimizda taniqli bo'lganlar. Shundan tanib kelganman. Qanaqa natija ko'rdingiz? Aytaylik, bu kishini tanigunizcha, toki tanishib, mana kelgunizcha qanaqa holatda bo'lgansiz? Bugun sizning holatingiz qanaqa? Men kelganimda o'zimni og'riqlarim bilan ishlay olmas edim. Hozir bemalol o'zim og'riqlarimni topib, ularga yechim topayapman. Oldin o'sha og'riqlar ichida kovlanib, muammolar ichida yotganman. Hozir o'sha og'riqlarimga oson va yengil javob topyapman. Qanday bo'ldi? Juda yaxshi, zo'r bo'ldi. Ko'p narsalarni yana angladim. Firdavs aytganday, o'qituvchi emas, o'quvchi bo'lib kelib, ancha yangiliklarni oldim, chunki odam rivojlanishi kerak. Bir tomondan xursand bo'ldim. Ustozidan o'zgan shogird deganda shu duo qildim, ko'z tegmasin dedim. Demak, shogirdingiz bo'lgan. Mana juda ham ko'p ishlaymiz, 1:30gacha o'tiramiz deganlarda men xavotir oldim, qo'rqdim, unaqa qilmang. Men Firdavs bu Samarqandda know-how qildi. Samarqandda monopoliya qildi. Bu Firdavsni yagona
shunaqa markazi, o'ziga xos markaz. Bunga juda ko'p kuchi ketdi, aqli, bilimi, moddiy tomondan va albatta ota-onasining duosi. O'zi Firdavs student payti ham individualligiga ega edi. Biz Firdavslarning gruppasi bilan 1,5 soatlab Zigmund Freydning dokumental filmlarini ko'rardik. Va Firdavs bitta aytilgan gapni ildirib olib, unga amal qiladigan bola. Firdavs, men seni militsioner yoki ta'lim tizimida ishlashingga ishonaman, lekin undan ham yangilikda ishlashing kerak, sen pul topishing kerak deganimda, mana biznesni o'rgandi. Biz hozir rivojlangan iqtisodiyotda yashayapmiz. Tovarlar emas, xizmatlar ko'p sotib olinadi. Firdavs ham ta'lim xizmatini yo'lga qo'ydi, ham psixologik xizmatni yo'lga qo'ydi. O'zimizda xalqaro dasturlar fakultetini bitirdi, magistraturasini bitirdi. Xullas, men Firdavsni shu o'tirib, kuzatib, Dale Carnegie qanaqa leksiyalar o'qigan va ular keyin zapisi bo'lgan. Taassurotlar juda ham zo'r. Bitta insayt olaman deb kelgandim o'zi har doim shunaqa bo'ladi. Seminarlarga borsam, aytiki bitta bo'lsa ham insayt olib kelaman. Bugungi insaytim hozirgi kundan lazzatlanish, ya'ni hozirdan zavq ola olish. Keyin undan tashqari muvaffaqiyat haqida, muvaffaqiyatdan qo'rquvlarim borligini bildim. Aynan qo'rquvlarim bor edi o'zimmi, shu haqida ma'lumotga ega bo'ldim. Endi ustida ishlashga harakat qilaman. Hozir biz e'tibor berdikda, kichiklar ham bor, mana o'sha kichkina yoshdagilar ham, kattalar ham bor. Xo'p, mana shu seminar qanday qilib aynan hammaga birdek ma'qul keladigan darajada o'tkazildi? Sizning fikringiz qanday? Men o'ylaymanki, gapirgan gaplaridan keyin har qanday mavzuda gapirsalar ham namuna sifatida ham kattalarga mos bo'ladigan namuna aytdilar, ham kichiklarga nisbatan. Menimcha o'sha namunalari, misollari, keltirgan misollari bo'yicha hammaga birdek manzur bo'ldi deb hisobladim. Demak, nima deydi, barcha yoshdagilarni qamrab ola oladilar. Albatta. Birinchi marta kelishim darsga. Birinchi marta kelgan bo'lsangiz, taassurotlar boshqacha bo'lishi kerak. Qanaqa? Albatta boshqacha, ayolim taklif qilgan. Bu safar shu keldim. Psixologiyani qanaqadir oddiy fan deb o'ylardim. Hozir fikrim boshqacha, hayotga, boshqa masalalarga nisbatan. Savollarimga javob oldim deb o'ylayman. Kursga yozildim, xudo xohlasa qilganim yaxshi bo'lsa kerak. Demak, birinchi kelganingizga yarasha 100% bir o'zingizga bir ishonch bilan ketyapsiz, to'g'rimi? Albatta. 100% emas, 70-80%lik. Demak, keyingilarda mustahkamlaysiz. Darslarga yozilsa, keyin mustahkamlaymiz. Assalomu alaykum, men ismim Lobar. Samarqand shahridaman, 40 yoshdaman. Bu yerga kelishimga qadar farzandlarim bilan juda ham ko'p ziddiyatlarga borganmiz, munosabatlarda qiynalganman. Bu yerga 2 oylik onlayn kursga kelib qatnashib, hammasi bizda yaxshi bo'ldi. Kelganimdan juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Men Yakubova Qantima Berdirasulovna, 47 yoshdaman. Hozirda mana shu amaliy psixologiya kursini onlayn tarzda o'qiyapman. Bundan o'zimni taassurotlarim, hayotda, masalan, to'g'ri, men biznesmenman, juda yaxshi katta ishlarim bor, lekin o'zimga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni shu darsga qatnashib his qildim. Asosan insonni kutuvlari qay tarzda bo'lishi, yoki insonlarga bo'lgan munosabat qay darajada bo'lishi kerak bo'lganliklarini, bilim saviyalarimni oshirdim va sizlarga ham bu narsani aytaman. Agar kimda kim erkin holatda yashamoqchi bo'lsa, kimda kim bu hayotni eng zo'r pallalarida yaxshi yashayotganini his qilmoqchi bo'lsa, ushbu kursga kelib o'qib, o'z malakalarini va bilimlarini oshirishni tavsiya qilaman. Men Ashurova Mohina Orifboyevnaman. 35 yoshdaman. Hozir Firdavs Abdurahmonovni inson psixologiyasi kursida onlayn tarzda o'qiyapman. Bu kursga kelishimdan maqsad shaxsiy rivojlanishimni oshirish va o'z ustimda mustaqil ishlab, yanada karyeramni oshirib, ish faoliyatim davomida o'rganganlarimni amaliyotda qo'llay bilish. Assalomu alaykum. Men Bektemirova Sevara Narzulayevnaman. Yoshim 40 da. Psixologiyaga juda qiziqqanligim uchun onlayn kursga kelganman va bu kursdan juda ham katta natijalar oldim. Asosan farzandlarimni tarbiyalashda juda ham yaxshi natijalar oldim. O'zimni ongli ravishda topishga shu psixologik kurslar, onlayn kurslar juda ham menga yaxshi yordam berdi. Dunyoni oddiy qilib aytayotgan bo'lsa, boshqa ko'z bilan qarashni boshlaysiz. Agar bu kurs haqida ma'lumot olish sizga qiziq bo'lsa, pastdagi link orqali siz o'zingizni raqamingizni qoldirishingiz mumkin, o'z ma'lumotlaringizni qoldirishingiz mumkin va sizga bizni menejerlarimiz aloqaga chiqadi. Bu kurs bor yo'g'i 1 yilda bir marta qabul bo'ladi bu kursga. Shu yilgi qabulimiz boshlandi. Xudo xohlasa siz bilan kursda ko'rishayotgan bo'lsak, ko'plab yaxshi natijalar qilamiz. Ya'ni nimalar bo'ladi? 4 oy ichida sizda qarashlaringiz butunlay o'zgaradi.
har qanday insonlar siz bilan muloqot qilayotgan vaqtda shu muloqotlarni tagida, negizida nima turganligini, nimani aslida gapirib, nimani o'ylayotganligini siz bila olasiz. O'zingizdagi kamchiliklaringizni, o'zingizdagi nuqsonlaringizni to'g'rilab, ko'rib, tahlil qilishni o'rganasiz va bu kurs sizga juda ham ko'plab narsalar beradi desam, adashmayman. Demak, mavzuga qaytamiz. Xarakter qanday o'zgartirish mumkin? Birinchisi, inson o'zini anglashi kerak. Anglash, men qanday odamman? Mani minuslarim nimada? Mani kuchli tomonim nimada? Mani shu minuslarimni qanday qilib to'g'irlashim kerak? To'g'irlashim uchun nimalar qilishim kerak degan savollarni o'zingizga berib va aynan shu savollarga siz yechim topishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, zararli odatlarni aniqlash kerak bo'ladi. Qayerda xato qilyapsiz, o'sha xatolaringizni aniqlab va bu xatolarni tuzatishga harakat qilishingiz kerak. Uchinchisi esa yangi xulqni mashq qiling. Ya'ni sizda xarakteringizda dangasalik bormi? Sizda xarakteringizda ishonchsizlik bormi? Siz kimgadir yo'q deya olmaysizmi? Siz telefonga bog'lanib qolganmisiz? Maqsadlaringiz noaniqmi? Demak, yangi xarakterni shakllantiring. Natija shunda yaxshigina bo'ladi. To'rtinchisi esa muhitni o'zgartirish. Bu eng muhim qarorlardan bittasi. Atrofingizda har doim sizni o'sishingizga yordam beruvchi odamlar bo'lsin. Sizni orqaga tortadigan, pessimist, har doim sizni ular bilan bo'lgan vaqtingizda ishlaringizni orqaga suradigan, kayfiyatingizni tushiradigan, vampirdek qoningizni sug'uradigan odamlar emas, har doim sizga kuch beradigan, ishonch beradigan odamlar bo'lishi bu muhim. Beshinchisi psixolog bilan ishlash, psixologik ishlash. Ya'ni har bitta insonning bolalikdagi travmalari bor. Bolalikdagi jarohatingizni borligini isboti ham shundaki, ko'pchilik oldiga chiqib fikringiz bildira olmasligingiz, qaror qabul qila olmasligingiz, o'zingizga ishonmasligingiz, qat'iyatsiz bo'lishi, dangasalik bo'lishi, ishingizda yillar davomida bitta joyda qotib qolishingiz bu sizda qaysidir ma'noda travmalaringiz borligidan darak beradi va bularni yopishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bitta narsani tushunishingiz kerakki, bu eng muhim haqiqat. Xarakter bu taqdir emas. Xarakter bu dastur. Hech qachon yaratgan egam kimnidir kuchli, kimnidir kuchsiz qilib yaratmaydi. Kimgadir ko'p bilim berib, kimnidir dangasa qilib yaratmaydi. Ya'ni bu tanlov sizniki. Necha yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, men sizga ishontirib aytaman. 60 yoshgacha hayotingizdan mamnun emasmisiz? Orqaga bitta qarang. Yana bir marta tug'ilsam, mana bunday yashadim degan sizda, yashashim kerak edi degan tushunchasida bo'ladigan bo'lsa, demak o'zgartirishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Haligacha kech emas. Shuning. Bitta narsa aytaman, 60 yoshga kirib turib, harakat qildimi, kech emas deb aytaman. Siz haqsiz, siz to'g'ri yo'ldasiz deb aytaman. Agar 30 yoshga kirib turib, bo'ldi, hayotim o'tib ketdi, zo'r imkoniyatlarni qo'ldan boy berdim desa, siz haqsiz deb aytaman. Har ikkala holatda ham siz haqsiz. Shuning uchun yangi hayot, yangi dasturlar bu sizda hayotingizni o'zgartiradi. Hayotga bo'lgan qarashingizni o'zgartiradi. Men shunaqa insonlarni bilaman, 60 yil yashab, nima uchun yashaganligini bilmayotgan insonlarni bilaman. Men shunaqa insonlarni bilaman. Juda qisqa yashadi, ammo hayotida ko'plab mazmunlar va ma'nolar bo'lgan. Men shunaqa insonlarni bilaman, 60 yoshga kirgan, uni hech kim tanimaydi. Keldi, ketdi. Hech kim kelganini ham bilmadi, ketganini ham bilmadi. Ammo shunaqa insonlarni bilaman. Juda ham ko'pchilikka yaxshilik qilgan, juda ham ko'pchilikka foydasi tegan, juda ham ko'pchilikka hayotini chiroyli bo'lishiga, hayotini yaxshi bo'lishiga sababchi bo'lgan. Va bu tanlov bizniki, bu tanlov sizda turibdi. Qaror qabul qilish tanlovi sizda turibdi. Va bugungi darsigimizda bergan ma'lumotlarni imkon darajasida bitta daftarda olingda yozib oling. Bu darslikni yana bir marta ko'ring, yana bir marta xulosalaringizni yozing. Va umid qilaman siz bilan kursda ko'rishamiz. Kursda juda ham ko'plab yangi bilimlar, yangi tajribalar, yangi qarashlarni olasiz. Bu kurs sizda juda ham ko'p narsani o'zgartirishiga ishonchim komil. Sog' va salomat bo'ling. Xarakteringizni o'zgartirishdan hech qachon charchamang. Sog' bo'ling. Rahmat.